Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. 2025-yilda garantiyali, sifatli tom yopish xizmati so'rayib turgan aka-ukalarimiz uchun qadrdonlar, mana ko'rib turibsiz, usta akalarimiz yana nima deydi? Bitta obyektni, ya'ni Marg'ilonda bo'lyapti ekan. 3 ta shunaqangi skladni tomini yopishib beryapti ekan. Agarda shunaqangi sifatli, garantiyasi bor temir xorilar, firmalar tom yopish xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, ustakalarimiz 10 yildan beri mana shu ish bilan shug'ullanadi, shu ishning mutaxassisi. Xohlasangiz pusto yerni ko'rsatsangiz ham, yer bo'lsa bo'ldi. Kerak bo'lsa, stoykalarni qo'yib, tomlarni ham yopishib berishaveradi. Xizmatlar butun O'zbekiston bo'yicha, bu yoq o'sha qo'shni davlatlarga ham chiqishyapti ekan, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistondan ham aloqaga chiqib olasizlar. Xo'sh, ushbu obyektimizda hozir polniy obzorini qilib beramiz. Iloji bo'lsa, bitta like bosib, shunaqangi naves qildiraman, tom yopaman, katta-katta sklad, zavod, fabrika quraman deb turganlar jo'natib qo'ysalar, foydasi tegib qolishi mumkin. Qani biz bo'lmasa narxni yoritib berishni boshladik. Qadrdonlar, ustakalarimiz manzillari Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Kamin-Terim qishlog'idan. Variantlar juda ham ko'p. Masalan, 10 metrligiga boshqa pul, 15 metrligiga boshqa pul, ya'ni profilda farqi bo'ladi. O'shani hisobiga aloqaga chiqib olasizlar. Sizlar o'sha razmerni aytsalar bo'ldi. Akalarimiz o'zlari mana bu firma to'g'ri keladi, mana bunga garantiya beramiz deb chiroyli qilib to'qib berishadi. Kelishib qolsalar, olib borib ustunovka ham qilib beriladi. Shundaymi usta aka? Aha. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Tuzimsiz? Qo'ldan dard ko'rmasin. Ro'zalarda qiynalmay. Xudoga shukr. Qilasiz. Keyingi obyektimiz ham bityapti ekan-a? Ha, Xudo xolasa. Xo'sh, bu obyektimiz shunaqangi skladdan 3 ta dedingiz, a? 3 ta bundan aka. Nechiga mana skladimiz o'zi? Hop, mana shu turganimiz aka 35 metr. 35 metr uzunligi. Eniga 12 eniga. 12 metr. Xuddi shunaqadan 3 ta bo'lyapti. Общий metri 96 metr bo'ladi. 95 metr. 95 metr, bunaqasi 12 metr. 12 metr aka. Ha, tushunarli. Xo'sh, bu yerda endi firmani to'qib kelib, plus ustunovkasini ham qilib beryapsizlar aka. Ustunovkasigacha qilyapmiz aka. Ha, birinchi mana shu materialimizni aytib ketaylik, usta aka. Bo'ldi. Shu mana shular haqida ma'lumot berib yuborsangiz, bular narigi tomonga teriladi, qadrdonlar. Xo'sh, bunimizni materiali. Xo'p, bu aka konteynerda eshikboz deyiladi. Ha. Qalinligi 307 stena bo'ladi. 307 stenka mana qadrdonlar ko'rib turibsizlar, qalindan bo'ladi. Ha. Bunisi 5 ga 4 profil bo'ladi aka. Bunisi stenkasi 2 2 bo'ladi. 2 2 bo'ladi. Ha. O'zi aslida misol uchun 12 metr joyga aka, shuni o'zidan 5 ga 4 o'zidan to'qsak ham turaveradi. Endi bu yerga lombaz bosamiz deyishgani uchun tagiga qalinroq profilda ishlab berdik. Ha, hozir mana bu yerga narshada tashlanib, lombaz bo'ladi buni orasi, profil ostida oldin. O'shani hisobiga tagiga ishboz bosib beriladi. Shunaqa. Ha. Masalan, buni firmani o'zi kerak, xuddi shunaqangi variant desa, qanchadan to'qib berasizlar? Hamma yo'q ichida. Xuddi shunaqa variant bo'lsa, 160 ming so'mdan to'qib beramiz. 160 ming so'mdan. Ha. Yo'q, men lombaz bosmayman, faqat 5 ga 4 o'zidan shuni shipir qoqib bersalar bo'ldi deydigan variantda bo'lsa-chi. 130 mingdan to'qib beramiz. 130 ming so'mdan. O'sha 15 metrgacha turaveradi. Turaveradi aka. Agarda yo'q, men jim 10 metr deydigan bo'lsa-chi. 125 mingdan 4 ga 4 dan to'qib beramiz. 4 ga 4 dan to'qib beriladi. Ha. Endi bular narxini aytib ketaylik firmalarni. Masalan, men joyim 20 metr deydigan bo'lsa. 20 metrliklar aka 220 ming so'mdan to'qib beramiz. 220 ming so'mdan. U ham o'sha shifer, profinastil, sendvich panel ko'taraveradi. 25 metr bo'lsa. 25 metr bo'lsa 230 mingdan 260 minggacha to'qib beramiz. Materialning o'zgarishiga qarab. Ha, variantlari bor. Variantlari bor aka. Ha, endi eshitganim, siz o'sha uzunligi 32 metrgacha bezustun firmalar to'qib o'rnashtirgansiz. Ha, albatta. Ular qanchadan? Ular 360 ming so'mdan qilib beramiz. 360 ming so'mdan. Qanaqa bo'ladi u? U aka xuddi ana shunga o'xshagan firma bo'ladi, faqat tagidagi xorisi bo'ladi. Ha, двойной ketgan bo'ladi. 40 lik, 50 lik joyga qarab, 60 lik yuk ko'tarishga qarab, misol uchun shu kvadratini yuk qancha turishiga qarab turib, tagidagi firmasini belgilab qilib beramiz, lekin narxi 360 ming so'm. Variantlar bor. Necha yildan beri shu ish bilan shug'ullanasiz? Bitta bir 6-7 yil bo'ldi aka. 6-7 yil. Faqat mana shu ish bilan shug'ullanasiz, shu ishning mutaxassisi. Ishga garantiyalar bor, xudo xolasa. Xolasa bor aka. Usta aka, bunga reyka qanaqa to'qiladi reykasi? Reykasi, xo'sh, kapalak reyka bo'ladi aka. Qani, mana bundanmi? Ha, mana shundan bo'ladi. Bu yerda atxutlar bor ekan, ko'rsatib qo'yamiz. Ko'rsatib qo'ydik. O tepaga olib qo'yishgan qadrdonlar. Mana ashlar aka. Mana. O reykalar uzun bo'ladi. Qalinligi nechi bo'ladi? 2 bo'ladi aka. 2 bo'ladi. Bu o'zini zavodskoy kraskasi bilan, ichi ham kraskasi bilan tashi ham. Ya'ni tuman-pumanda qolsa ham zanglamaydi, xudo xolasa. Shunaqa. Ular behijolat turaveradigan bo'ladi. Janaqa zanglab ketmaydi. Chipchiz nima deysiz? Sho'r chiqishi mumkin, zangga o'xshagan. Lekin zanglamaydi. Mana ko'rib turibsizlar. Past eshikboz har 230 da planka ikkala tomondan qo'yib. Albatta. Qatirilgan. Ha. Endi bu yerda dogovor общий bo'libdi usta aka. Qanchadan to'g'ri qatirib beryapsiz endi shipirini? Xo'sh, aka, buni kvadratini mana shu holatga bitishi 120 ming, 125 ming atrofida bityapti hozir. Bu chunki mana shu bino aka 100 metr, 95 metrga 12 metrlik bino.
130 millionga bityapti. 130 million. O'shanda Tepa qismi, tom qismi. tepa qismi, tom qismi. Shiferda kimdan bo'lyapti? Shifer uyda egasidan Ha, bo'lyapti. shifer uyda egasidan bo'lyapti. Shifer uyda egasidan. Sizlar firmani o'zlaring to'qa va olib kelib, materialni olib kelib, ustanovka qilib, shiferni shunday olib bersa, shiferni ham ustanovka qilib berasizlar. O'shanda общий summasi 130 million so'm sizlarga beryapti. Shiferdan tashqari. Shiferdan tashqari. Ha, tushunarli. Endi shunaqa dogovor qilsa ham bo'laver ekan-da. Bo'ladi aka, albatta. Yo'q, menga shipir bilan kelsa, shipir uni ham kelishaveradi. Albatta kelishaveramiz aka, Uni ham kelishaveradi. Общий summasi 130 million so'mga qadrdonlar, shipirdan tashqari, masalan, o'sha 1140 kvadrat joy shunaqa tomi sifatli bo'lib yopilyapti. Xudo xolasa. Gap yo'q, zo'r. Qadrdonlar, ishlarga garantiyalar bor. Bu ustakalarimiz shu ishi zo'rligi uchun reklama qilyapman. Xo'sh, yana qayerlarda ketyapti ishlarimiz? Aka, hozir asosan ketib turgan ishlarimiz xo'p, Navoiyda ketyapti aka. Navoiyda, ha. Keyin shu Xorazmda bor. Qoraqalpoqda ham bor aka. Shu ichkisidan chiqib Brigada katta, xudo xolasa. Bor aka, xudo xolasa. Shunaqangi- Bor. Aha, stadion, mini stadion. Stadion, mini. Yana nima? Xolodilniklar, Katta klinika. klinika, zavod, fabrika, o'quv markazlari, maktablar aloqaga chiqsa akalar, qadrdonlar yo'lida qilib, arzon narxlarda sifatli qilib tomni yopib berishadi. Xudo xolasa. Xo'sh, shu ustakalarimizni masalan bitta like bosib, ishlariga iloji bo'lsa boshqa ijtimoiy tarmoqlarda jo'natib qo'ysalar, kimlargadir ancha foydasi tegib qolishi mumkin. Shu like bosgan qo'llaring muborak, kabatulloh tushirasin qadrdonlar. Aloqaga chiqaversa ekranda nomerlari bo'ladi. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.